Bek sana xotin. Vay. Yaxshimisiz? Men o'g'limizning partiyasining dadasi. Ha, yaxshimi, qanday ahvolingiz? Sizga deydigan azroq gapirim bor. Bu ishlar sal qalaymiqandinga. Ota-onalar uchun dey desam, sal absiz bo'lib qoldi. Gap qilish qolaylikmidi? Ha, qulaylik. Nima ishda? 2 kunning oldida balam bir maqola yozib ketdinga. Meningki dadam deb. Gezishcha, mening dadam har qator komandirga chiqib ketgan chog'da opam bir tag'ashni akiladi. Bu tag'ash dadamdimi shay? Dadamdimi oq ko'ngil? Dadamdimi menga bekroq yaxshi muomala qildi? deb. Bunda ish qilib yo'liqqanda ham shu uzanlarni tutilib, ben urishib ketmay hamdimda. Voy, bu xatolashib qoldingizmi? Ya bu ishning men bilan faqatlam aloqasi yo'q. Men balamdan so'rdim. Bu maqolani mening balam shu sizning balangizdan ko'chiribdi-ku. Ha?